Royal Tiago yaqinda 10 kun ichida pishadi. Bu esa Valovoy Sersa navli gilosimiz. Hozirda shoqidan bir dona sizlarga ko'rsatish tariqasida sindirib oldik. Aytib yurmaysizlar, endi Xudo o'zi kechirsin, urush qurbonlarisiz bo'lmaydi. Buni sindirganimiz uchun Royal Tiagoni ko'rib turibsizlar. 100% o'zini o'zi changlaydi. Juda zo'r gilos. Ertaki nav ekishlarini tavsiya qilib qolamiz. Ko'chatlardan cheklangan miqdorda 30 ming dona payvand qilganmiz. Hozirgi kunda 2025-yil kuz oyiga tayyor bo'ladi. 10 ming donasini uje sotib ulgurdik. Qiziqqan yurtdoshlarimiz bu gilosni bilganlar hozirdan shoshilib qolinglar. Kuzgacha cheklangan miqdorda ilgi uchun tugab qolishi mumkin. Mana xudo xolasa 10 kun ichida bu gilos pishib yetiladi. 1 kilosi 100 ming so'm, 150 ming so'mgacha uziladi. 1 kilosi, 1 kilogrammi. Bu gilos nimaga? Juda ertaki, kalibri yirik gilos navligi uchun. Bizda ya'ni barcha mevali ko'chatlar savdosi mavjud. Kelib bog'larimizni ko'rib, ko'chatzorlarni ko'rib, hozirdan zakaz berishlari mumkin. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Video ostiga videoga nomerlarimizni joylab ketamiz. Mana chiroyli bog'larni barpo qilib, kerak bo'lsa mevaga kirguncha qarab berish xizmatlari ham bor. Endi o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, bu Valovoy Sersa, ya'ni bu yangi navdagi o'sha mashhur Royal Tiago sortli gilosimizdan ko'rib turibsizlar holatini. Bu hali 1 oysiz kamida pishmaydi. Bu 10 kunda xudo xolasa pishib yetiladi. Sog' bo'linglar, videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Shunaqa yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar do'stlar.